Hürmetli vatandaş, bugünkü liksiyelerimizi başlayımız. Bugün Washington'dan sözlüğümüz liksiyede size Hacı Rozi. Bugünkü ıslahı 2021 yılı 12. ayının 9. günü hürmetli vatandaşım. 10. günü geçirenler. 10. günü hazır Washington'da belki bir gün ahırlışıdı. Demokratiya yuqori darajalikda yig'ini, yer shari 110 davlat qatnashgan Washington riyosatchilik qilib o'tdi. Prezident Joe Biden riyosatchilik qilib o'tdi. Bu yig'inda so'zlanayotgan so'zlar bugun ikki so'z yoki ikki parcha nutqni tanlab oldik. Qisqacha, birinchisi Prezident Joe Biden so'zlagan nutq, ikkinchisi Davlat ishlar katibi Antony Blinken e'lon qilgan bayonot. Yani 9. günü o'xshashli bir vaqti yana cho'nqirg'inchilik yoki soyqirım xotirlash kuni, soyqirım bilan ziyonkashlikka uchragan odamlar va ularning oila tavobatlarining uqubatlarini chekkan azoblarini xotirlash kuni ekan. Shuningga munosabatlik Davlat ishlar katibi Antony Blinken e'lon qilgan bayonot, katta bayonot vatandoshim. Siyaset felsefesi, yoki kishilik huquq xitobnomasining ijrosi desimi bo'ladi vatandosh. Bugun shu to'g'ri sizlarga so'zlaymiz. Mavzu mundaq. Demokratiya xirasga duch keldi. Qaytadan gullanishi kerak. Demokratiya yuqori darajaliklar yig'ini ochildi. Prezident Joe Biden to'g'ridan-to'g'ri fikr bayon qildi. Mavzuli xabar 12. ayının 9. günü Velvetor biti e'lon qilindi xabar. Bundak başlandı. Prezident Joe Biden 12. ayının 9. günü demokratik 110 davlat başlıklarını taklif qilib, 2 kunlik tunji qatim demokratiya yuqori darajaliklar yig'inini chaqirdi. Zo'ravonlar hokimiyat sistemasi hadab ketgan mushundaq vaziyat ostida yakından bir yıl içinde konkret hareket arkalı bütün dünyanın demokratik tüzümü küçeytildi. Yani bir katımlık ameliye yukarı darajalikla demokratiya yig'ini kelar yılning ahirida chaqirildi. Prezident Joe Biden Davlat ishlar katibi Antony Blinkenning hamrohligida nutq bayon qildi. Demokratik davlatlar yuqori darajaliklar yig'inini chaqirish uzundan beriki g'oyamiz edi. Butun yer sharida demokratiya uda 5 yil kayniga chekinib ketdi deb boshladi nutqini Prezident Joe Biden. Amerikani o'z ichiga olgan holda mundaq xirasga umumlashib, kuch chiqarib, taqobil turish zarur edi. Yig'inga qatnashgan har qaysi davlatlar bu yig'inni o'zaro tajriba almashtirish madaniyat va maydoni bilan ta'minlash bu yig'in muhim harakat qilish edi. Eng muhimi harakat qilish edi. Prezident Joe Biden Abraham Lincoln'dan, merhum Prezident Abraham Lincoln'dan hikmetlik sözlerini naql keltirib, xalqda bo'lish, xalq boshqarish, xalq bahrlanish degan hikmetlik so'zni naql keltirib, ifoda erkinligi, ya'ni so'z ibora erkinligining va diniy e'tiqod erkinligining muhimligini ta'kidladi. Prezident Joe Biden mundaq ko'rsatdi. Yer shari demokratiya hamda kishilik huquq kun sayin kishilarni ansirtadigan xirasga duch kelgan bir paytda hozir cho'qon bir kishi ko'krak kirib, o'tirg'i chiqib demokratiyani qo'g'dish kerak. Prezident Joe Biden demokratiyani gullantirish to'g'risida prezidentning tashabbusi mavzuli harakatni boshlig'anligini e'lon qilib, 4 milyard 24 milyon 400 ming dollar bilan ta'minlashni o'rtaga qo'yib, Moşa Xitay sanda kelgan ekan, men shunday tarjima qildim. To'g'rimi, to'g'ri emasmi bilmayman vatandoshlarım. Shunda aldım 4 milyard 24 milyon 400 ming dollar.
bilen təminləşni oturuq qoyub, siyasətni aniq icra qilish dərdisi bilen məsuliyyətini sürüştü qilishdən ibarət 5 kon sahani plan qaldı. 5 kon saha tüvəndikcə erken müstakil faaliyet qiladigan matbuatni qo'llash. Diqqat vatandaş. Erken müstakil faaliyet qiladigan matbuatni qo'llash. Xiyonatchilarni aniqlash. Demokratik islohotchilarni kuchaytirish. Demokratiya kerak fan texnikini ilgari surish, taraqqiy qildirish. Erken ve adil saylam ve siyaset cereyanını qo'llash. Erken, adil saylam insanlarda bo'lsa Uyg'ur vatandaş, erken, adil saylam. Prezident Joe Biden bu yıl 2. ayda tunji qatim tashqi siyaset nutqi so'zlaganda mundaq ko'rsatgan. Amerikani yer shar rahbarlik o'rniga qaytirib kelish, balki Jungo qatorliq radikal kuchlar bilan qarshi bu qatim demokratiya yuqori darajaliklar yig'ini bizni ana shundoq tajriba saboq bilan ta'minlaydi. Davomini anglaysiz. Ta'minlaydi, davomi. Ta'minlaydi va isbotlaydi. Jungo bilan Rossiya bu yig'inga taklif qilinmadi. Washington demokratik yuqori darajaliklar yig'ini orqali fan texnikani muvofiq ishlatishni umid qildi. Fuqarolarning xususiy maxfiyat zarar yetishidan saqlanmoqchi va nazoratni kuchaytirishni umid qildi. Amerikada fuqarolar bexatarligi, demokratiya va kishilik huquq ishlari bo'yicha muavin davlat ishlar kotibi Chen Ziya mundaq ko'rsatdi. Bu qatimqi yuqori darajaliklar yig'ini mukammal va taraqqiy qilayotgan demokratik siyosiy gavdalarni birlashtirib, har qaysi hukumatlarning xalqqa bergan va'dalarini ijro qilishiga yordam berish deb ko'rsatdi. Muavin davlat ishlar kotibi, ya'ni kishilik huquq va emgaklar bo'yicha muavin davlat ishlar kotibi Chen Ziya.